Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Volkswagen Passat B6 mashinamizga Alex Idea blogini o'rnatib berganmiz. Propan gazolovga. Mashina yurishlari juda ham yaxshi. Maksimal darajada 4, 5, 10% gacha benzin rasxod qilyapti. Yurishlari juda ideal. Tabloda ortiqcha cheklar yo'q. Alex Idea'ning yana bitta afzallik tarafi GDI ham MPI ham GDI dual MIUI ishlaydi. Hamda nastroykalar juda oddiy. Qancha benzin qo'shishiga qarab shuncha benzin yeydi. 2,5 mingdagi 2% qilib qo'ygan, bunga 5%. Madam boradi, 3% benzinda. Hamda nastroykamiz juda ham sodda, oddiy. Juda darajada mukammal emas. Mashinamiz 51% sifros qilyapti, gaz bosyapti, sirasi qaytyapti. Ko'rishingiz mumkin. 15%, 10%, 9, 8, 6, 5%. Har bitta silindr o'chganda benzinda harakatdagi davleniyadagi zibros qilyapti. Gazni oyoqda olganda ham mabdatchigimiz 30 dan pasaysa benzinni zibros qilib boshlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Shunda mashina agrenchini ishlamaydi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, gruppaga tashlab qo'yish mumkin. Sayyor nastroykadan foydalanasizlar. Xudo xohlasa.